Alloh taolo insonga ne'mat bersa, bu oddiy bir sovg'a emas, Zotning mehribonligi, ulug' marhamatining go'zal bir ifodasidir. U zot ne'matni bandasiga shunchaki bermaydi, balki uni ko'z qonarli, qalb to'lali qilib ziynatlab beradi. Lekin har bir ne'matning atrofi xavf bilan o'ralgan. Uning nurini ko'rib yeta olmagan ko'zlar hasad bilan to'ladi. Shunday ekan, senga berilgan ne'mat saqlanishini xohlaysanmi? U holda uni yomon ko'zlardan asra va shukrni uning tumori qilib bog'la. Chunki shukr ne'matning qal'asidir. Shukr qilingan ne'matni Alloh asraydi, ko'paytirib beradi, uning zavoliga yo'l qo'ymaydi. Ammo berilgan ne'matni qadrlamay shukr o'rniga noshukrlik qilsang, unga inkor, qanoatsizlik bilan munosabatda bo'lsang, bilib qo'y, bu ne'mat sendan yuz o'girishi muqarrar. Allohning har bir ne'mati imtihon hamdir. Qadrlaganga mukofot, qadrlamaganga esa ogohlantirishdir.